Sardorbek, mana bu vaziyatga e'tibor bering. Realda jamoaviy o'yin umuman yo'qolib ketgan. Qiyin vaziyatlarda futbolchilarda jipslashish umuman mavjud emas. Xo'sh, ya'ni izohlab bering qani? Chunki yuqoridagi gaplarimning yaqqol isboti mana shu kadrda ko'rinadi. Nega desangiz 90+7-daqiqada Benficaga gol juda ham zarur holatda jamoa 7 ta futbolchisi bilan Realning jarima maydonchasi ichiga yetib kelgan. Darvozabon Trubinni ham qo'shib hisoblasak umumiy 8 kishi. Ortda esa Benficaning atiga 3 nafar futbolchisi qolgan. Endi asosiy masalaga e'tibor bering. Bu pallada esa 2 ta qizil olib umumiy 9 kishi bo'lib turgan Realdan bor yo'g'i 5 kishi raqibga qarshilik qilish uchun jarima maydonchasi ichida qolyapti. Buning natijasida esa Benficaning kamida 3 ta futbolchisi ochiq pozitsiyada qolib ketyapti. Brahim Diazga mayli, u jonli devorda turibdi, lekin Mbappe va Vinicius maydon markazida nega yayov kezib yuribdi? Ha, to'g'ri, jamoaga gol kerak, ammo bu holat 9 kishi bo'lib qolgan jamoa uchun juda ham katta risk hisoblanadi. Bo'lib ham yuqorida aytganimdek, Benfica futbolchilari raqibdan son jihatdan ustun edi. Aka, to'g'risini ham gapingizda jon bordir, lekin tanganing ikkinchi tarafiga qaraymiz. Ayni o'sha vaqtda Sporting Athletic Bilbao darvozasiga gol urib 7-o'ringa va Manchester City 8-o'ringa tushgandi. Bu holatda esa Real Madrid 8 talikdan chiqib ketgandi. Ya'ni nima demoqchiman? Real Madrid o'sha vaqtda gol urishi shart bo'lgan daqiqalarga keldi. Agar Mbappe va Vinicius himoyaga qaytib vaziyatni bartaraf etgan taqdirda ham hujumda hech kim qolmasdi va hakam ham hujumni amalga oshirishga imkoniyat bermasdi. Aytmoqchi bo'lganim, ular maydon markazini shunchaki kezib yurgani yo'q edi. Ularda aqlli strategiya bor edi. Shunchaki himoya ular o'ylagandek harakat qilisha olmadi. Ha, to'g'ri, bu yo'q ham bor. Keling, mana shu masalani muxlislarimizga qoldiramiz. Siz tanganing qaysi tarafidasiz? Mbappe va Vinicius himoyaga qaytib jamoasiga yordam berishi kerakmidi yoki hujumda qolgani to'g'ri variantmidi? Izohlarda albatta fikrlaringizni yozib qoldiring.